Kamoliddin Mirsoliyev va Komiljon Mirsoliyevlar hamda sozanda akamiz Sherzodjon akalar bilan bugun o'zgacha bir suhbat bo'ladi, o'zgacha bir yondashamiz suhbat. Mavi mavi ko'zlaringda yulduzlarning naqshi bor. Mavi mavi ko'zlaringda yuragimning aksi bor. Biz shu maqomda o'qiganmizda, ya'ni gileri bitirib maqomga kirganimizda ko'proq shu yoshlikdan ham nima deydi, o'qib yurgan paytimizdan ham endi u paytda jonli ijro bo'lganda hammasi mana shu to'yda ham bas gitara, solo gitara, hargan klavish shunaqa ko'pchilik bo'lib borilgan. Men o'zimga ep ko'rmasdim, qanaqadir haligi yengil yelpi ashulalar. Keyin bir kun nima deydi, hali Rustam akam Mahmudov bor, eshitgansiz, eng zo'r aranjirovщик, eng zo'ri. Rustam akam bilan ko'rishib qoldik. Komoldim, ukam dedilar, men yurasanmi, kelsinchi ashula qilamiz. Hop aka borsam, men qaradilar, sen hali yosh bo'lsang, u maqomlarni, hali o'zbekcha ashulalarni aytaverasan, menga bu şey qilmaydi bunga. Voy bilib bu narsa qilamiz dedilar. Xullas haligi anaqalarni kelishdik, finansiy taraflarini deb bitta albomni yozadigan bo'ldilar. Xullas 2 kun o'tdi oradan telefon qildilar. Ukam kelgan ashula bor, eshitib ko'rdim. Borsam endi u paytda nima deydi, unaqa ashulalarni kommersiy deyiladi, muzika ketyapti. Qalay dedilar. Men bu yerga dedilar, mana qilib argan chalib turadi, men bu yerga skripka chalinadi, men doira ketadi, qo'shiladi. Men tasavvur qilaman. Bo'ldi aka, meni eshitib ko'rdik. Keyin shoir topolmay qiynaldim. Rahmatli Muhammad Yusuf oldiga bordim. Muhammad aka endi bir juda gapirishni odam ekanlar deb hamda. Yana bir haftadan keyin xullas Muhammad aka bilan ish bitmadi. Shu orasida yangi shoir chiqqan ekan. Bobur Bobomurod. Mana hozir endi o'zimizdan xalq shoiri oldilar, bir juda ko'p anaqalar oldilar. Shu paytda bir Yulduz opaga burgutlar keyin nima edi haligi Azimulloxonovga biza qatori Ilhom Farmonovga she'rlar yozib yurgan ekan. Shu odam topdim, bankda ishlar ekanlar-da. Haligi anaqa o'z rus tilidan o'zbekchagami perevod qilar ekanlarmi? Shunaqa ishlar. Aka, men eshitib ko'ring dedim, men dedim. Qizning otini qo'yib yozamiz dedim. Aka, farqi yo'q dedim. Chiroyli she'r yozib beringsan. Olib qoldi ya. Ertasi kuni telefon bor. Ukam tayyor dedi. Shuna bordim, Jiguli adam mashinalari bo'ladi, haligi Jigulida bordik-da. Kasetada endi. Hali informatsiya. Fonogramma minusda. Qanday olib chiqdilar. Pechat qilingan. Men aytib ko'ring dedilar, bitta qo'ydim haligi joyda. Yo'q qilamiz bizni pari chimrilib dido. Cho'tki tushyapti, qani bo'g'inlari. Yomon emas so'zam. Nozma qiz nozlanma, o'zgaga pardozlanma, misol o'g'uncha, nozlanding buncha. Anaqa pikka olib chiqqan shu onajon bilan Kenajon bo'lgan. Kenajonni ham Bobur akam. Bobur bobo. Hammasini meni butun hamma ashulamni, hamma ashula emas, qo'shiqlarimni hammasini Bobur akam she'rini yozganlar. Lekin mana qarang, birinchi qo'shiqni o'zidan xalq tanishi bu zo'r narsa. Endi bu hamchi bitta narsaga ham men yana bog'liq deyman. U meni san'atimga emas, meni anaqamga bu hammasi baribir Xudodan bir nima deydi, beriladigan bir imkoniyat, o'zingni sinab olganman, senga ol, bandam deydi-ku. Qanaqa mendan ovozi zo'r bolalar bor shu paytda tanilmay yurgan, hozir ham tanilmagan o'shalar. Bu ham omad. Ha. Bir kun yana mana shu Nozima qiz chiqqandan keyin endi Jigulida ketyapsam, haligi klipda olgan qiz yonimda ketyapsam, haligi Mercedes qulab keldi. Qiziq voqealarni bittasi. Men siqyapti-da, men unga qarab bosyapman. Endi paytda kamera hech yo'q. Siqib amallab men bu drujbani anaqa ko'priga bordi. O'sha yerda to'xtatdi-da, siqib to'xtadi. Nima qilishni bilmayman, Mercedes bilan o'sha paytda endi nechidir payt sho'pir tarafdan bittasi tushib keldi. Bunday qarasam Ro'shan Komilov. Iye. Tushunasizmi? Ro'shan ekan. "Ukam yaxshimisan?" dedilar-da. "Rahmat Ro'shan aka, yaxshimisiz sen?" "Ukam malades, gap bo'lishi mumkin emas" dedilar. "Ha, aka tinchlikmisan? Nozima degan ashula aytibsan, yor boribsan, malades. Qizimning oti Nozima deydi." Nozma qiz nozlanma, o'zgaga pardozlanma, misol o'g'uncha, nozlanding buncha. Komiljon aka ham qanday qilib keyin estradaga qo'shib? Men bu ko'chani bolasi bo'lgan. Balki qarasam, ko'chada yuribdi, uni urgan, buni urgan, o'rtalarimda to'xtadim. Ovoz zo'r-da.
to'xta nima deydi ishkal endi bilib bo'lmaydi erkak kishini qo'l keladi hozir nima deydi odamga o'zi urishib turibdi keyin allaqa radio borsa oraydan Dilmurod Avazov degan ukamiz bor biz menga disk berdida aka dedi zo'r man eshitib ko'ring tayyor minus eshitib ko'ring dedi uyga olib keldim eshitsam bir tezlashadi bir sekinlashadi man tushunmadim buni bora keyin unga man ukam mani eshitib ko'rdim menga Dilmurod degan berdi man eshitib bo'lib kallam ishlar nima qilsa bo'ladi man aytaman dedi o'zi she'r yozib bir balo qildi eshitib ko'ring dedi qaysi qo'shiq haqida gap ketyapti o'sha bu kishilar she'r ketaman deysanmi bola yo'q shunaqa man ketaman hech nima chiqdi deb o'ylagansiz man uni man tushunmadim bu nima u bitta 8 minutli ashulani minusida и sho'x varianti ham bor sekin varianti ham har xil anaqada qilingan ustoz Buxor akam rahmatli ham bir yil mana minusini zo'r etganingga o'zimni fadarkam bor degandek qilib shunaqa tashalgan ekan maqsud qirmizi gulliki uni ovozida aytish uchun bir 2,5 oktav 2 oktav ovoz bo'lmasa uni minus уже etmaysizda akamda sizda shunaqa ovoz bor deb Dilmurod akam berganlar akam tushundik yo'q u yog'idan bu yog'idan qo'ysam tushyapti ikkita kublet endi yozib qo'ydim 3-kublet kelmaydi yo'q hech qayerdan qidiribman to'g'ri o'zi yozyapti ha 3-kubletda keyin rahmatli Oxun akam rahmatlini aytilingan o'sha qalamga shundoq qo'ysam shundoq tushib turibdi anaqa mazmuniga ham kelib turibdi muhabbatim rad etdingiz Oxunjon Madaliyev qo'shiqdan o'sha joyidan olganman 3-kublet so'zini o'sha yerdan olganman keyin aytdingiz ammo sizlar qiyin Qiyin bo'ldi, shu bayinsiz ohangida taqdirimiz tayin bo'ldi degan ashula ketaman deysanmi mayli keta qol biz yaqin emasdik bir-birimizga to'g'ri sevgimiz ham topmadi iqbol mensiz baxtli bo'lsang mayli keta qol to'g'ri sevgimiz ham topmadi iqbol mensiz baxtli bo'lsang mayli keta qol Oh yurak bunchalar qiynaysan nega mag'rursan bilaman o'rtaysan nega onajon sen aytmasang alla bu deylik o'sha paytda Kamoliddin Mirsoliyev yoshlar eshitib kelayotgan bo'lsa bu birdaniga hamma avlodni qamrab oladigan qo'shiq bo'ldida bu qo'shiq qanaqa bu o'zi bu qo'shiq mani ashulam emas mani qo'shig'im emas bu ustoz san'atkorimiz namanganlik ustozimiz Bahodir Bakirov degan inson aytgan xullas bu ular bunaqa yo'lda aytmaganlar-da ular o'zlarini yo'li manerasi bo'ladi hammani o'zini shunaqa manerada aytgan uni balkim kimlargadir yoqqan kimlargadir yoqmagandir endi men uni olib o'zim yo'limga solib solalarini boshqa chiroyli qildikda keyin babu ashula keyin meniki bo'ldi endi ashulani kim zo'r eshitsa o'shanikida muallif bilan gaplashgansiz yo'q gaplashganmiz taninglar endi hozir yoshi katta juda yoshlari katta odam endi hozir eslarida bormi yo'qmi lekin san'atkor yaxshi san'atkor tan beradigan san'atkor zo'r san'atkor tushunyapsizmi masalan mendan zo'r qilib yetib tashlasa borki yotib tashlasa borki bizib tashlasan shu bilan olib man dodvoy devoring man tan beraman tan ol senga ular bo'ldi u ashulani aytmagan oldingilar oldingi ustozlar masalan mana ashulamni siz aytyapsiz bizda yotib tashladingiz mendan zo'r qilib ichda bo'lmaydigan darajada man o'tirib yotsam siz aytganingiz men tushimga kiryapti man sizniki aytolmayman tushunyapsizmi bo'ldi man tan berganman ol saniki shu ashula shunaqa bo'lgan hozirgilar uchun mayli u qachon yashaydi uka qo'shiq davom etishi kerak yashash ana yashaydi Bulmas edi xilofim qo'shiq Onajon sen aytmasang alla
O'zi shunaqa xonandalar bor-ku, mana Komiljon aka, Kamoliddin aka bitta qo'shig'i yeb qolsa, ikkinchi, uchinchi qismlari aytishadi. Nimaga sizni ijrodingizda shu? Ha, Kenajon ikkinchisimi? Ikkinchisi, uchinchisi yoki Anaqasi yozilgan, mix yozilganda keyin qilmaganmiz. nimaga? Kenay qarib. Ha, yot. Kenay qarigan. Qo'shiqlarni ko'tarib qo'yadi. To'ppa-to'g'ri. Kenajon 70 yo'q bo'lsa, Kenay qarigan ko'pda. Lekin Madina Muxtorova hech kimning klipiga chiqmagan ekan. Ha. Xabaringiz bo'lsa agar. Qanaqa menga ham qo'yganini bilmagan. Pul ham olmagan ishonasiz? Yo'q. Bir so'm pul bermaganman. Haligacha o'sha opa uka bo'lib ketganmiz. Va o'sha moviy ko'z. Moviy ko'zlaringda yulduzlardek naqsh. Uni moviyni Rustam akam qilmaganlar. Maqsud Bobomolodov degan haligi Gulsanamga Xonazim dillasgisini ko'pga bor degan shu. O'sha bola degan. She'r Bobur bobom. Sher Bobomolodov. Endi yomon bo'lgan bir klipdagi buni endi klipini oldik, buni ham beshoq ochgan, ish bilan bir rasxodga qarab o'tgan ish. Klipni ham olmadim klipni. Endi shuncha pul tikkandan keyin ketish kerak-ku yoshlar o'shanaqa. Bir payt ko'rib, nima deydi ana odam? Ukam deydi. Bu deydi Ibrohim Tatlisas ashulasi-ku deydi. Aka baraka topib, bu Ibrohim Tatlisas bu turkcha emas bu dedim. Bu grekcha, bu o'zi tegi grekcha narsa, gretskiy, yunoncha narsa dedim. Buni dedim so'zi faqat moviy ko'zlaringda yulduzlarning naqshi bor. Moviy ko'zlaringda yuragimning aksi bor. deb Mobiragam yozganda buni she'rni. Zo'rki, qara. To'g'rimi? To'g'ri. Yo'q degan tegi Ibrohim Tatlisas musiqasini bizga qo'ymayman, yoza qol deganman. Shu uchun efirda Ibrohim Tatlisas. Ana yasha. Bo'lsa u mavi. U Ibrohim Tatlisas Aloqasi yo'q. Ibrohim Tatlisas xatda, bu xatda. Boshqa dunyo. Bu gözleri bucuk mavi. Bu Türkçe, mana bu Türkçe. Bu gelen kimning yari? Buni muzikasini İbaniki. U grekcha narsa. Shunga o'xshab qolgan ekanda, qayerlar? Hech qayerda o'xshamaydi so'zi. Mavi ko'zlaringda yuragimning aksi bor. Jamoli mastonalarga jonim tasadduq janonalarga Mendan duodur sendan ijobat mendan duodur sendan ijobat jonim tasadduq Canım tasadduq janonalarga. Akalar katta rahmat. Siz bilan suhbatlashib, jonli ijroni eshitib mazza qildik. Bugungi kunda ham ijoddasiz. Va xudo xohlasa ishonchimiz komil. Yana o'sha yillar davomida yashaydigan hitlar aytiladi. Chunki hali bagaj baza deydimi, to'lib yotibdi. Uni faqat bitta xalqqa taqdim etish kerak. O'z navbatida sozanda akamiz Sherzod akaga ham katta rahmat, sog' bo'ling. Kamoliddin Mirsoliyev, Komiljon Mirsoliyevlar bilan bugun suhbatlashdik, qadrli do'stlar. Albatta siz ularning qo'shiqlarini ko'p eshitgansiz, haligacha eshitasiz va bu suhbat menimcha sizga manzur bo'ldi. Sodda, samimiy, xalqchil, xuddi do'stlar davrasidagi suhbatni taqdim eta oldik degan umiddamiz. Siz Shoh Live loyihasini tomosha qildingiz, e'tibor uchun rahmat. Salomat bo'ling.